Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozir daraxt tagida turdim chunki yomg'ir to'satdan yog'ishni boshladi. Hozir bir необычный joyga boryapman. Bu yerda eski suvenirni narsalar sotadi. Albatta obzor qilaman. Kerak bo'lsa, agar возможность bo'lsa, internet yaxshi ishlasa, chunki u biroz goroddan sal chetroq joyda. Primoy efir qilaman. Aziz do'stlar, ko'pchilikda mana shunaqa bir nasam bo'ladi, savollar bor, savollar tug'iladi. Gosuslуга, ya'ni через gosuslуга o'tish обязательныйmi yoki uni qilmasak ham bo'ladimi degan savollarga bugun javob bo'ladi. Azizlar, gosuslуга, ya'ni siz через gosuslуга o'tmasangiz agar bank tomonidan sizga vakolat bermaydi pul отправка uchun va nomeringiz birinchi ochilib zablokировка bo'ladi. Ya'ni bugundan e'tiboran уже blok bo'lishni boshladi nomerlar. Gosuslуга sizda ishlayotgan telefon raqamingizdan ham va место нахождения, qayerga yuribsiz, qayerda ishlayapsiz, buni ham topib olish oson bo'ladi. O'sha uchun ham через gosuslуга o'tkazishga, ya'ni qo'pol qilayotganda majburlashni bir yo'li, ya'ni birinchi chislagacha edi, hozir 17-chislagacha uzaytirdi. Ya'ni u narsani qilmasanglar, Moskvada просто tak siz yura olmaysiz, pul ham jo'nata olmaysiz. O'shaning uchun gosuslуга qilib olish kerak bo'lsa. Kimda qanday savollar bo'lsa, albatta kommentarga yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelguncha javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz yo'limizda davom etamiz. Omon bo'lasiz.